Ko'pchilikda kuzatiladigan holat bir shaxs tomonidan jinoyat sodir etiladi. O'sha shaxs tomonidan haqiqatan jinoyat sodir etilganligi haqida ma'lumot bo'ladi. Ya'ni misol uchun hayotiy misollardan keltiradigan bo'lsak, yo'l transport hodisasi sodir etildi. Yo'l transport hodisasini sodir etilishiga asosiy aybdor shaxs sifatida haydovchi o'zini aybdor shaxs sifatida bildi. Ya'ni aynan shu holatda jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam xarajatlari, davolanish uchun ketgan xarajatlari qoplab berildi. Lekin amaliyotda shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Javobgar shaxs tomonidan davolanishga ketgan xarajatlar, umuman moddiy va ma'naviy zarar ixtiyoriy javobgar shaxs tomonidan qoplab beriladigan bo'lsa ham, sudda jabrlanuvchi da'vogar sifatida chiqadi. Ya'ni qonuniy jazo ko'rish bo'yicha talab bilan chiqadi. Aynan shunaqa holatlarga tushib qolmaslik uchun sizlarga shu tavsiyani berib o'tamiz. Ya'ni jinoyat sodir etildi, haqiqatan jinoyat sodir etilganlik holati bo'yicha siz qonunchilikda shunaqa javobgarlik borligi haqida ma'lumotga egasiz. Bundan xabardorsiz. Aynan shu jinoyat sodir etilgandan keyin jabrlanuvchiga birinchi yordamni ko'rsatish kerak. Siz birinchi yordamni ko'rsatdingiz, xarajatlar qoplab berildi. Aynan shu xarajatlar qoplab berilgandan so'ng sizga nisbatan, ya'ni javobgar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishidan avvalroq tergov organlariga aybga iqrorlik to'g'risidagi arz bilan murojaat qilish kerak. Aybga iqrorlik to'g'risidagi arz bilan murojaat qilingandan keyin jabrlanuvchiga to'liq moddiy va davolanish uchun ketgan xarajatlaringiz qoplab berilganligi fakti bilan sizga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 5-qismi 2-bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atishdan rad qilinadi, ya'ni ayblilik masalasi hal etilmay turib, jinoyat ishi qo'zg'atishdan rad qilinadi. Tergov organlari tomonidan bu harakat bekor qilinadi, ya'ni ayblilik masalasi ko'rilmaydi. O'z navbatida savol tug'iladi, har qanday jinoyatlar uchun ham aynan shu qoida amal qiladimi? Ya'ni jinoyat sodir etildi, uni ijtimoiy xavflilik darajasi og'ir yoki bo'lmasam o'ta og'ir jinoyatlar turkumini beradi. Siz aybga iqrorlik to'g'risidagi akt bilan, ya'ni javobgar shaxs sifatida o'z aybingizni bo'yningizga olib, tergov organiga murojaat qildingiz va yetkazilgan zararni jabrlanuvchilarga qoplab berdingiz. Shunday holatda ham jinoyat ishi qo'zg'atilmaydimi? Ya'ni aybga iqrorlik to'g'risidagi masala hal qilinmasdan turib, jinoyat ishi tugatiladimi? Jinoyat ishi qo'zg'atish rad etiladimi? degan savol tug'iladi. Afsuski unday emas. Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 5-qismi 2-bandida ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan va uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlarni birinchi marotaba sodir etgan shaxslargagina nisbatan qo'llanilmasligi belgilangan. Bundan tashqari siz jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni ixtiyoriy qoplab bergan bo'lishingiz kerak. Aybga iqrorlik to'g'risidagi arz bilan murojaat qilgan bo'lishingiz kerak. Sodir etgan qilmishingizni ijtimoiy xavflilik darajasi uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar tarkibini berish kerak. Aynan shu turkumdagi qo'shtirnoq ichidagi xarajatlardan tiyilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni ortiqcha xarajatlardan xalos bo'lib va undan tashqari shu xarajatlar qoplab berilgan taqdirda ham sizga nisbatan javobgarlik masalasi qo'llanilmasligini istasangiz, aynan shu biz tushuntirib o'tgan holatni birma-bir amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Agarda xuddi shunday masalalar bo'yicha sizlarga professional yuridik xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.